legendarniy Gentra degan gapni bu mashinani haydagan odam oldida gapirmang. Orqangizga bir tepib haydab yuboradi. Mana mashinani haqiqiy legendarniysi. Mercedes W140 600 kabanchik. 11 ming deyaptilar. Sostenasi вообще shikalat ekan. Bosh xotirmang bo'ladigan narxini ayting. Buni ishqivozi ko'p, faqat arzon taqalgan narxini ayting dedim. 9,5 ming qilib beryaptilar. 9 mingga bermayapman deyaptilar. Lekin tashqi holati shikalat qilib qo'yilgan ekanda. Shunda olasizlar, haydaverasizlar. 3,2 litr avion. Bunda rostagasim olib ko'chada oqib yursangiz, haqiqiy legendarniy Mercedes butun dunyo tan olgan model menimcha mana shu bo'lsa kerak. Nima deysizlar? Mercedes ishqibozlariga tashab, Gentrachilarga ham shunday tashab qo'ying. Qani, nima deyishar ekan? Bu mashinani oldida ham o'zligini mashinaligini legendarniy deyishar ekan, yo'qmi ekan?